Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Ertaklar avtobusi. Ushbu kitob bir necha qismlardan iborat bo'lib, sizlarga hozir 6-sonli ertaklar to'plamini taqdim etamiz. Kitobda jamlangan ajoyib ertaklar bolalarni odob-axloqqa, zehnini teranlashtirishga, kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda va do'stlari bilan birga inoq bo'lishga undaydi. Ushbu kitob bolalarimizning kelajagi uchun juda ham muhimligini ularga o'rgatadi. Kitobda juda ham qiziqarli ertaklar to'plangan bo'lib, ulardan Robbi maktab yo'lida, Baliqchi va baliqcha, Yolg'onchi maymun, Qo'rqoq quyon nomli ertaklar jamlangan. Ushbu ertaklar rasmlar orqali keltirib, bolalarni qiziqtiradi. Shunday kitoblar kerak bo'ladigan bo'lsa, Do'stlik tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.